Assalomu alaykum inkubator ishqibozlari. Juda ham ko'pchilik mijozlarimizni talab va istaklariga binoan yozni chillasi bo'lishiga qaramasdan yangi turdagi inkubatorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida narxlarini, ishlatish tartibini aytib tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Qani boshladik unda biz. Mana bu inkubatorimiz 220 voltda uy sharoitida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga bu 12 voltda xohlagan turdagi akkumulyatoringizga ulab ishlatsangiz bo'ladi. Komplektida hamma simlari, hamma yo'qlari bor. Tuxumni ustidan ochishiga yaqin 3-4 kun qolganda sepib turadigan idishlarigacha bor komplektida. Xo'p, bu to'liq avtomat boshqaruvli inkubatorimiz. O'zi namlikda, o'zi tablosida ko'rsatib turadi, o'zi boshqaradi. Gradusini o'zi ko'rsatib turadi, o'zi boshqaradi. Siz mana yerdan ligrovkasini qilsangiz bo'ldi. Qanaqa tuxum qo'yapsiz? Tovuq, g'oz, o'rdak, bedana qanaqaiki tuxum qo'ysangiz, misol uchun ligrovkasini qilib qo'yasiz. Bo'ldi, men ligrovkasiga, misol uchun ligrovkasi tovuqniki 37-8 deylik, boshlanishiga 38 gradusga qo'yib qo'yasiz. O'zi yoqib, o'chib, o'zini boshqaraveradi bu narsa. Mana yerda kunlarigacha ko'rsatib turadi. To'liq avtomat boshqaruvli. Men buni video qo'llanmasi bor. Men shaxsan o'zim video qo'llanmasida hamma turdagi, mana bu 24 talikda ham, mana bu 36 talikda ham, 40 talik, 70 talikda ham hammasini video qo'llanmasini bizdan xarid qilgan mijozlarimiz uchun video qo'llanmasini tashlab Telegramdan aytib o'tamiz. Misol uchun mana ko'rsatib o'taylik. Ishlatish juda ham qulay, juda ham oson. Yosh katta yoki kichkina bemalol ishlatib keta oladi. Mana mayetlari tortmali. Oson. Chiqishi ham, nima qilishi ham oson bo'ladi. Mana ligrovkasini qilsangiz bo'ladi. Qanaqa tuxum qo'ysiz? Misol uchun bedana tuxum bo'lsa, bedana tuxumga mana mayerdan boshlab bemalol ularni roliklarini boshqarib ligrovka qilsangiz bo'ladi. Kirgizib chiqarib, misol uchun bular hozir tovuq holatda turibdi, tovuqda tuxumi holatda turibdi. Misol uchun tovuq tuxumi 24 ta bo'lsa, bedana tuxumini 2-2,5 ga ko'paytirasiz. 48-50 ta bedana tuxumi bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Yana qolgan tuxumlarni ham shunga qarab moslab roliklarini ligrovka qilsangiz bo'ladi. Mana yerda o'zini suv idishlarigacha bor. Mana yerda tuxumni o'zi tekshirgani lampalari bor o'zini. Alohida fonarik shart bas bunga o'zi komplektida bor. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan to'liq avtomat boshqaruvli zavodskoy o'sha Xitoyda oxirgi modellaridan bo'lgan inkubatorimiz. Bu 24 talisi. Endi mana bu inkubatorimiz bor. Bu 36 talik hisoblanadi. Bu 36 talik inkubatorimiz bo'lsa, mashun bilan hamma yo'g'i ishlatish tartibi bir xil. Bundan oldingi kanalimizga kirib ko'rsangiz, bundan oldingi videolarimizda ham shularni ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib o'tgan videolarimiz bor. Ularni ham ko'rib chiqsangiz bo'laveradi. Xuddi shu tartibda bu mana bu 2026-yilga o'sha oxirgi chiqqan inkubatori. Bu hali O'zbekistonda menimcha hali hech kim olib kelmadi. Hech kimda hali ko'rmadik. Juda ham sifati zo'r. Hozir svetimiz o'chib qolganligi sababli tushuntirib bera olmayapman. O'zi video qo'llanmasi bor. Buni men tashlab kanalga ham qo'yaman. Hali bizdan xarid qilgan mijozlarimizga tashlab ham beraman. Mana yerda fonariklari, to'liq boshqaruvli, avtomat boshqaruvli, mana ochilishlari ham juda ham udobniy. Mana qarang. Ochilishlari ham juda ham udobniy. Mana yerda suvni o'zi mana yerga quyib qo'yganingizdan keyin mana yerda o'zi tomchilab suvni tashlab turadi ichkariga. Mana ko'ringda, mana oddiy bu pokbas, mana bu namlikni ushlab turadigan, o'zi misol uchun to'liq holatda nam bo'lgandan keyin o'zi avtomatik mana ulangan bo'ladi. Mana yerga mana ketdi, mana ulangan mana unga. O'zi tomchilab turishi ham o'zi mana yerda ligrovka qilaveradi. Mana ulab qo'yganingizdan keyin o'zini me'yori bor. O'zi tomchilab turib, to'xtab ham turadi, dam olib turadi ham. Chunki mana nam bo'lgandan keyin gradusi o'sha siz qo'ygan gradusga chiqsa, misol uchun 37-8 ga namlik ko'tarilsa, shu 60 bilan 65-70 ta atrofi bo'lsa, o'zi avtomatik o'zi to'xtaydi. Mana bu to'liq avtomat boshqaruvli deb mana shunisini aytadi mana. Mana shu ham bular ham shu to'liq avtomat boshqaruvli hisoblanadi. Bu yerda tovuq tuxumini moslab qilsangiz bo'ladi, misol uchun bu tarafga qo'yibmi mana bedana, xohlagan turdagi tuxumlarni bemalol moslab qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham udobniy. Yangi 2026 model. Xo'p, endi mana 24 talik inkubatorimiz, bunisi 36 talik, mana bunisi 40 talik, 70 talik va 105 talik hisoblanadi. Mana bu men sizga eng zo'r joyini aytaman. Mana yaqinroq olib kelingda. Mana bu komplektida bo'lmaydi. Bu narsa ichkarida namlikdi. O'sha isparitel deyiladi. Bir xilda ushlab berib turadigan narsa. Hech qaysi nimani komplektida bo'lmaydi. Inkubatorda komplektida bo'lmaydi. Biz o'zimiz alohida qo'shib beramiz. Buni afzalligi qanaqa desiz? Bu ayniqsa tuxum ochib chiqishiga 2-3 kun qolganda namlikni oshirish uchun juda muhim narsa-da bu.
po'stloqqa yopishib qolmaydi. Suvni ham maxsus idishiga o'zini idishiga qo'yib qo'yganingizdan keyin ham inkubator ichiga namlikni mana ham ko'tarib, ham tushirib ligirovka qilib turadigan narsa mana shu. Mana misol uchun mana miyasi hisoblansa, bu yuragi deb hisoblayvering. Komplektda bizdan xarid qilgan mijozlarimiz uchun buni qo'shib beramiz. Hammasida bor. Hammasiga qo'shib beramiz. Misol uchun 100 talikda ham, 64 talikda ham, 128 talikda ham, 192 talik katta inkubatorimizni ham buni qo'shib beramiz. Sifati juda ham zo'r narsa. Nima desam bo'ladi? Jo'jalarda ham ochib chiqish foizini juda ham oshirib beradigan narsa. Masalan, tuxum po'stlariga yopishib olmaydi. Ochib chiqayotganda ham namlik yaxshi bo'lgani hisobiga, masalan, oxiriga u 3-4 kun qolganda ochib chiqishni boshlaydi-yu, 2-3 kun qolganda. O'sha holatda ham ochib chiqish oson bo'ladi. Bizdan xarid qilgan mijozlarimizga hamma modeliga qo'shib beramiz. Asosan mana ularda bo'ladi. Bularda o'zida bor, zavodskiy o'zida bo'ladi. Bunaqa hali ko'rsatib o'tgan narsam bo'ladi. Bularda bo'lsa, alohida bo'ladi. Mana 24 talik, 36 talik, 64 talik, 100 talik, 128 talik, 192 talik modellarda biz o'zimiz alohida qo'shib beramiz. Ishlatish tartibi juda ham qulay, juda ham oson. Yosh katta kichkina bemalol ishlatib keta oladi. Hamma yo'llari tayyor. Mana knopkalarni bemalol bosib ligirovka qilaveradi. Mayda buzib qo'yadigan narsa yo'q. Misol uchun kun o'zgarib oldimi, kunini ligirovka qilib olsa bo'ladi. Men o'zim video qo'llanmasini hali kanalga ham qo'yaman. Bizda xarid qilgan mijozlarimizga o'sha aytib o'tganimdek tashlab ham beraman. Mayda mana hamma yo'llarni ko'rsatib turadi o'zi. Qanaqa holatda ishlayapti, nima bo'layapti. Bu ishlash kuchi ham hech qancha emas, 35 watt. Bu degani hech qancha tok rasxod ham qilmaydi. Sifati juda ham zo'r mahsulot. Endi hammasi xuddi shunaqa, ishlatish tartibi bir xil. Men bularni endi narxini aytib o'taman. Bir yo'li mana katta modellardan boshlayman. Mana 192 talikdan boshlayib. Bular ham xuddi tushuntirib o'tganimdek hamma yo'g'i bir xil, faqat bular 192 talik bo'ladi. O'sha tushuntirib aytib ko'rsatib o'tganimdek mana tortmali bo'ladi. Juda ham udobniy, oson. Bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Tushib ketib qoldi. Mana juda ham oson. Xo'p, buni narxini 192 taligimiz narxini $165 qilib beramiz. Biz o'sha kanalimizga obuna bo'lib, bizga aloqaga chiqqan mijozlarimiz uchun sifati juda ham zo'r. Endi undan keyingisi bo'lsa, mana buni olib qo'yadi. Mana bu narsa sistemali hisoblanadi. Mana narsa. Bu tagiga ulab qo'yasiz, mana bu tarafiga. Ikkita ulaydigan joyi bor-da. Mana bu tarafiga ulab qo'yasiz. O'zi sug'orib turaveradi, tomchilab turaveradi. Mana unga suvni quyib qo'yasiz mana. Bularda ham komplektida mana 12 volt ishlaydigan hamma yo'q, xullas xarakteristikasi hamma yo'q bor. O'sha aytib o'tganimdek alohida qo'shib ham beramiz. Ichkarini bug'ini, namlikni ligirovka qiladigan narsasini alohida qo'shib beramiz. 128 talik modelimiz bo'lsa, $135 qilib beramiz bizning mijozlarimiz uchun. Sifati zo'r, Xitoyda ishlab chiqarilgan, to'liq avtomat boshqaruvli. Bundan keyingi 100 talik modelimiz bor. Bu ham mana hamma suv idishlari, hamma yo'qlari bor. $115 qilib beramiz bunisini. Xo'p, bundan keyingi modelimiz 64 talik bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bemalol ligirovka qilsiz bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. $110 qilib beramiz. Undan keyingisi bo'lsa mana yangi modellar. Bularni ham ko'ring. Mana bularni $140 qilib beramiz. Bu ham 3 ta polkali hisoblanadi mana. 3 ta polkali bo'ladi. Mana monitorchasi bor o'zini, tablochasi bor. 12 volt ishlaydi bu ham, lampalari bor. Hamma knopkalari to'liq smart mana, smart o'sha aqlli inkubator. Mana ko'rsating, mana maytdan suvni quyib qo'yiladi. Maytdan o'zi tomchilab turaveradi. Namlik yaxshi bo'lsa, tomchilamaydi, turadi, to'xtab o'chadi bu. Chunki maytdan mana ulangan mana narsa. Komplekt o'zi ulangan bo'ladi. Bularda ham komplekt o'sha spreylarigacha, hamma yo'llargacha bo'ladi. Bularda o'sha narxini aytib o'tdim, $140. Undan keyingi modelimizni $120 qilib beramiz. Bu 70 talik hisoblanadi. Bundan kichikroq, buni ukasi hisoblanadi, kichikroq model. 70 talik $120 qilib beramiz. Undan keyingi modelimiz bo'lsa mana $95 qilib beramiz. Bu 40 talik bo'ladi. Undan keyingi nisbatan kichikroq modelimiz bor. 36 talik modelimiz $85 qilib beramiz. Bu ham o'sha to'liq avtomat boshqaruvli. Eng kichkintoy modelimiz 24 talik modelimiz bor. Buni $65 qilib beramiz. Sifati juda ham zo'r, xijolat qilmaydi. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Kimgaki mana shunaqa inkubatorlar, to'liq avtomat boshqaruvli shunaqa apparatlar zarur bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsa bo'ladi. Videoga like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.